Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Bugün normal video nashr kunimizken bugün ba'zilarini kutayotgan istixborot savatlarının davomi emas. Bugün zururiyat bo'layotgan ko'pchilik talab qilgan bir tema. Araliqqa qistirib qo'ydik buni. Kelgusida yana istixborot haqida to'xtalishimiz mumkin, davom qilishimiz mumkin. Bugungi temamiz ko'rib turganingdek davlat mashinasi qanday harakatlanadi yoki qanday boshqariladi degan tema. Ben bu temani bugungi vaziyatimizda o'tirib chiqqan Uyg'urlar davlat boshqarolmaydi degan sapsatini bozorchilarga javob bo'lsin uchun e'lon qilaman. Anglashlarga qaraganda Xitoydan ayrilmay turib millatni qutuldiruvchi guruhlarga mansub ba'zi shaxslar Amerikaning mablag'i bilan mangadigan Erkin Osiyo radiosini vasita qilib bu sapsatini bozorga solayotganligi ma'lum. Bular Xitoylarni yeznisi deb biladigan, Xitoyning mavjudligidan foydalagan bir to'p munofiq bo'lib, aslida o'tirg'i chiqqan mavjud paketlarni ko'rgandan keyin tushirib tashlanish kerak bo'lsa-mu, xalqning bir to'pi yanada qaymoqish ehtimoli bo'lganlikdan deb o'tganimizdek bizning xalq bugun siz bir gap qilsangiz uni rost deb o'ylaydigan, ertasi bir so'ning ta'tirsin desam uni rost deb o'ylaydigan bir xalq. Shunday bo'lganlikdan bu temani e'lon qilishimni qarindoshlarim talab qildi. Shunga normal haftalik video nashr vaqtidan birini buning uchun ayirishga to'g'ri keldi. Oldi bilan bir tashkilot, bir tashkiliy guruh bir tashkiliy guruh yoki bir tashkiliy qurilmaning funksiyalik rolini joriy qilishidagi zaruriy omillar, hayotiy kuchini saqlab qolishi, jonliqligini davom qilishidagi sirlarni bilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun. Ya'ni qanday ishlaydi bu davlat mashinasi? Yoki bunday qurilmalarda ish qanday usulda, qanday sababdan mangadi? Buni bilishimiz kerak. Her qanday bir tashkiliy qurilmaning davlat mashinasining ichida hayotiy kuchi, jonliqligi itoatdan keladi. Bu esonda olsin, itoatdan keladi. Itoatning talablari qurilmaning qoida nizomlariga yozilgan bo'ladi. Bunday qilish talab qilinadi degan nizomnoma yoki qoida, prinsip yozilgan bo'ladi. Bunga amal qilmaganlar itoat qilmagan bo'ladi, itoat qilmaganlar jazolanadi. Ana shu qoida nizomlarga itoat qilinsalar bu qurilma normal ishlayveradi. Buni yana bir tarafdan ta'riflasak, davlat yoki har qanday bir tashkiliy qurilmaning mavjudligi sharti bo'lgan itoat zo'rlig'ichi omillarga bog'liq. Zo'rlig'ichi omillarga bog'liq. Itoat talab qilinadigan har qanday sistem yoki tartibning orqasida bir zo'rlig'ichi omil mavjud. Masalan, armiya, soqchi, istixborot, adliya tarmoqlari bu qurilmaning qoida nizomlarining ijroatidagi zo'rlig'ichi omillardir. Bunday bir zo'rlig'ichi omil bo'lganda itoat maydoniga keldi. Hatto diniy e'tiqodga o'xshash turdagi itoat talab qiladigan sistemlardami bir kuchli ma'naviy zo'rlig'ichining borligini his qilamiz. Ya'ni dinga itoat qilishdimi
bir zo'rlig'ichining borligini his qilamiz. Bu armiya emas, saqchi emas, adliya organlari emas. Lekin yanada bir zo'rlig'ichi mavjud. Bir narsadan qo'rqitib turib, insonlarni itoatga keltiradi. Dindan o'xshash, bu tarafga o'xshash. Mayli bu itoat %100 ixtiyoriy qabul qilishdan yoki qo'rqishdan bo'lsin, tashkiliy qurilmaning mavjudligi hayotiy kuch uchun kerakli bo'lgan atmosferani shakllantirdi. Odatda zo'rlig'ichi kuchi bo'lmagan har qanday tashkiliy qurilmaning qoida nizomlari ixtiyorlikqa sunilgan bo'ladi. Xohlasangiz amal qilasiz, xohlamasangiz amal qilmaysiz. Quloqni yopirib yuraverasiz. Ya'ni bu tashkiliy qurilmani barliqqa keltirgan a'zolarning insofi borliq. Masalan, hozir mavjud Uyg'ur tashkilotlari nima uchun ish mangmaydi? Itoat yo'q. Nima uchun itoat yo'q? Zo'rlik bo'lmaydi. Shundaqla zo'rlig'ichi kuchmi yo'q? Uyg'ur tashkilotlari emas, hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotimi mushtirda. Bularda nizom, prinsip, plan, g'oya, programmalarning ijro qilinishi, ishning, ya'ni umumiylashtirib aytganda, ishning menishi shaxslarning yoki qurilmani vujudga keltirgan a'zolarning insobiga tashlangan bo'ladi. Biz buni Uyg'ur tashkilotlari yoki boshqa har qanday g'ayriy hukumat tashkilotlaridagi ishning mangmasligidan emas, hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi xalqaro tashkilotlarning qurilish g'oyasini ijro qilolmaydiganligidan ko'rib olamiz. Chunki Birlashgan Millatlar Tashkilotining vujudga keltiruvchi a'zolar mustaqil davlatlardir. Har bir a'zoning o'z armiyasi bo'lishligi, o'z iqtisodi bo'lishligi bilan eng ojiz a'zomi Birlashgan Millatlar Tashkilotidan yanada kuchli hisoblanadi. Shunga o'zi xohlamasa qarorlarni ijro qilmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotimi deganini degan qilish uchun butun dunyodagi hammadan kuchli armiyaga ega bo'lish kerak. Uning berisida bu ish ashunda sangilab ketaveradi. Bu albatta mumkin emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotining dunyodagi har qanday davlatning armiyasidan kuchli bo'lgan bir armiyaga ega bo'lishi mumkin emas. Uyg'ur tashkilotlarining ixtiyoriy shaklda tashkillanganlarida ishning mangmasligi ana shunday zo'rlig'ichi omillarning yo'qligi, a'zolarning insobiga bog'liq bo'lib qolganligidandir. Agar bunday tashkilotlar parda orqasida biror davlatning kontrolligini qabul qilmaganlar bo'lsa, hamisha mana shunday ketaveradi. Ishning menish uchun yana bir qo'shimcha omil aqidadir. Aqida. Yuqorida deb o'tganimizdek, itoat talab qiladigan har qanday sistemning bir zo'rlig'ichi omili bo'ladi. Bu din uchun aqida bo'lganidek, siyosiy tashkilotlar uchun kuchli aqida bo'lgandilar. Ondan itoat shakllandi. Itoat nizom, prinsiplarning ijrosi demakdir. Bularning ijro qilinishi ishning menishi demakdir. Uyg'ur tashkilotlaridagi ixtiyori to'plangan a'zolardan tarkib topgan tashkiliy organlarda ishning mangmasligidagi sabab mana shu. O'z insobi, o'z vijdonidan boshqa zo'rlig'ichi omilning bo'lmasligi. Ichki zo'rlig'ichi bo'lgan vijdonga aloqador aqida ojizligining natijasi bunday ekan, shaxslar o'zi xohlamasa hech qilmasligi tamoman mumkin. Shuning uchun har qanday tashkiliy qurilmaning boshlang'ich davrida bir karizmatik shaxs, dahi, ya'ni dahining zaruriyati bo'ladi. Dahiylik karizmatik shaxsning dehasi. Dahi isim, deha sifat. Dahiylik sifatları deb tushunsak bo'ladi dehani. Karizmatik shaxsning dehasi mana shunda ixtiyori to'plangan jamoani
ishqi selishni bilishda ifodalanadi. Devlet barlık kelgandan keyin hatta hech kim to'lamaydigan, hech kim e'tirof qilmaydigan birisi devletning beshiga chiqqan taqdirdami, devlet mashinasi ishlayveradi. Bu nuqtadan chiqib bir az mubolig'lik talaffuz ishlatib, bir az mubolig'lik da'vatimini oddiylashtirib yoki tomtoqlashtirib deyishga to'g'ri kelsa, davlat boshqarish odatdagi tashkilotlarni, hozirgi mavjud tashkilotlarni boshqargandan oson. Seviye ketmeydi. Bu seviye ketmeydi degan so'z nisbiylikdir, shundoq butunlay emas. Bir davlatda fuqarolarga singdirilgan itoat hukmlaridan odatga aylangan bir o'qitish, jonlantirish bizning xalqimizning ichida burundan mavjud. Balki bizning xalqimizning ichida emas, Xitoylarning an'anasidan kelgan va bizga yuqqan bo'lishi mumkin. Bunday bir tasvirlash bor. Aldığında bir süpürgün tiklep koyup, şunun itaat kılışın gerek değilsin mi? İtaat kılısan. Belki bunu mektepteki vaxtlarında anlayan buluşun gerek muallimlerinde. Mana bu devlet fuqarolarida uzoqdan shakllangan, hozir holatda tayyor turgan kollektiv yoshurun elimizdagi itoat asosidir. Süpürgün tiklep koysun itaat kılış degan. Çünkü devlette kanun nizamlarının qaranchiqi bo'lgan saqchi tashkiloti, adliya organlari, istixborot tashkilotlari. Agar bularning kuchi yetmaydigan ahvollar ko'rilgan taqdirda umumiy aqsda armiya bo'ladi. Sur ve hayvatini bulardan algan devlet kurulmaları birbirinin nufuzi, birbirinin sürü, birbirinin hukuki ve birbirinin küçüden şekillengen muvazinattan qat getirip durdu. Bu xuddi Newtonning bütün alem tartish qonuniga o'xshash bir ishdir. Shunga buvoq podshohlar bilanmi? Aslab bakinglar. Buvoq podshohlar bilanmi davlat mavjud bo'lib tura oladi. Wang Junbek qarqusaq ko'chilikchekleri, Dajay Dadining Dadiyjini Chiniyunguydek tompay saralıqlarning muavin bosh ministri bo'lib qolishlari bilanmi davlat oqsab qolmaydi. Ya'ni oqsishi mumkin. Bu devlet maşinasida odatdagi mashinalarda bo'ladigan ba'zi zapchastlar davlatning menishiga hech qanday aloqasi bo'lmagandek, mashinaning menishiga aloqasi bo'lmagandek, davlatdimi o'nchilik bir keraksiz odamlarning bir yerga bosh ulab qolishi davlat mashinasini maqsadmaydi. Masalan, aynak surtkichimiz ishlamasa, nima bo'ldi? Mashina mangdi yana. Hatta aynaklarımız çıkıp düşmesimi mağdu. Ya ki işçine havalandırdığın sistemimiz işlemesimi maşini yanıla mağdu. Devletli mi? Xudu şuna okşaş. Devlet maşinesinin normal hareketi için ciddi alakası olmagan, bivasta alakası olmagan bölekler oldu. Devlet maşinesinden ibaret bu zor derecedeki kurulmanı bütün alem tartış kanununa okşaş bir bölekle ara muvazinattan barlık geldi dedik. Bunu paralel şunu koşup koyayım. Bunu ilgirki kitaplarımda müdep ötkendim. Devletten ibaret bu kuruluş yapılgan öyge okşaydı. Adette tamçılık kıppak kaldırğanına ait obdan bilirsiler. Töptam yağaç selinmig'icha lanishib turdi. Tamning har qanday qilinayotgan tammo, har qanday uli mustahkam tammo o kadar egiz ko'tarilgandan keyin lanishiydi. Ammo yağaç selinib ustichun kelgan bir uy uli o'tma tuyushib bo'lib ketgan taqdirdami yiqilmaydi, faqat asta-asta o'tirishib pakalaydi. Xuddi shunga o'xshash Xitoyda yuz bergan Tayvan Tiango qo'zg'oloni butun Xitoyni qoplagan. Odatda podshoh xon saroyida qo'rshovda qolgan. Ammo oxirgi natija qo'zg'olon mag'lub bo'ldi. Chirib ketdi, zavol topadigan bo'ldi deyilgan Qing hukumati yana saqlanib qoldi. Xuddi bugungi davrda Xitoyda 89-yildagi
O'quvchilar harakati butun Xitoyga kengaygan bir harakat bo'lgan. Butun xalq kommunist hukumatni xohlamaydi. Endi ag'dirildigan bo'ldi deb kutilgan bo'lsa-mu, yana hukumat oyoqda qoldi. Bugunning nurg'un muloyizachilar kommunist hukumatning sanoqli kunlari qoldi deyishyaptili xili bo'ldi. Ammo yana mavjud bo'lmoqda. Davlatda ana shunday bir sirliq bir kuch bo'ladi. Endi Uyg'urlarning davlat boshqara olmasligiga kelsak, Xitoy malaylari bu sapsetillar uchun bugungi Uyg'ur tashkilotlarida ishning mangmasligini ta'kid qilib, mushunchilik bir ishni mangdirilmayotgan yerda davlatni qanday mangdirdi demoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Buningga qarasa go'yo bu gapning asosi bordekmi tuyulib beradi. Nurg'un hamoqat odamlarni qo'ldirishga yaraydi. Ammo tashkilot bilan davlat tamoman boshqa turdagi qurilma. Buni yuqoridagi bayonlarimizda deb o'tdik. Tashkilotda zo'rlig'uchi kuch yo'q, ammo davlatda bor. Masalan, men bugun surgun hukumatning jumhur raisi hukumatdagilarga ko'p hollarda gapim o'tmayotganligidan, men degan gapni qilmayotganligidan zardigo'sh bo'lib ketdim. Ularni zo'rlayolmayman, jazolayolmayman deb o'tganimdek, hammasi har kimning insofi ahvolda. Oldingi bir videoda deb o'tganimdek, men Xitoyga ilib borgan iqtisodiy islohot shamolida 3 yillik muddatda shirkatni o'tdi kelib direktor bo'lgan. Pichiq kesadigan boshliq deb danqimni chiqqan. Nima uchun u chaqda pichiqim kesgan? Endi kesmaydi. Buni selishtirsaqli masala intayin aydın bo'ladi. U chaqda mening aq tirkim hukumat edi. Ya'ni hukumatning butun adliya organlari, soqchi tashkilotlari, hatto armiya mening huquqimning daxlsizligining kafolat edi. İşləyilməydiganlarni almashtirish yoki chiqib ketishga majburlash, maoshini tutib qilish, yaxshi ish turidan yomon ish turiga almashtirish qatorli ixtiyorligim bor. Agar bu yantavlik qilsa, qarshi chiqsa, qoidaga xiloflik qilgan bo'ladi. Qonun mening huquqimni kafolatlantiradigan bo'lg'achqa, menga yordamlashib, uni qonuniy jazoga tortadi. Uning oldida yo itoat qilish, yo shirkatdan chiqib ketishdan iborat ikki tanlash bor. Mana shuningdek. Ammo bugun bundan zo'rlig'uchi omil yo'q. Hamma davlatda bo'lgandek, surgun hukumatning asos qonuni bo'yicha Cumhur rais davlat armiyasining oliy bosh qo'mondoni hisoblanadi. Bu shuningdan dalolat berdiki, Cumhur rais qo'lidagi bu kuchni huquqning daxlsizligi uchun ishlatalaydi. Bu sürhayva ixtiyorsiz yusunda xolisin, xolimisin bir itoatni barliqqa keltirdi. Deyilishi mumkin. Sistem yeriga o'tirgandan keyin albatta shunday bo'ladi. Ammo dastlabki davrlardagi tinchsizlik, taraflar, o'qitish kuchlar, qalaymiqonchiliklar degandeklar davlatning rasmiy turda ishga kirishishini to'salg'i uchirtishi, hatto bundaq yorlar yo'g'inib davlatning takror munqarz bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin deydiganlar chiqib qolishi mumkin. Shuning uchunmi har qanday yangi qurilgan davlatda, yangidan barliqqa kelgan hokimiyatda davlat harbiy idora qilish usuli bilan sistemni yerga o'ltirg'izish davrini boshdan kechiradi. Bu amaliyotning taqozosi, ya'ni yangi kuchlar askarlar orqali yangi zaminlarni, shaharlarni ishg'ol qiladi. Bu holda yangi shahar boshlig'i askardan tayinlanadi. Bu hol Xitoy kommunistlarining dastlabki davridimi, bolshevik davrining boshlanishidimi, German ishg'oliyatidimi va boshqalardimi o'xshash bo'lgan. Chunki yangi ishg'ol qilingan bir rayonda sizning tayyor kadrınız olmaydı. Şuna avval harbiylar ichidan har qaysi darajalik amaldorlar tayinlandi. Asta-asta puxralashdi. Undaqkan harbiy idora qilish davri dal ashundaq tartibsizliklarga dal vaqtida javob bera oladi. To'polonlar, o'qitish kuchlar, qurolliq banditlar, har turdagi fursatparast kuchlarning hammasi mana shu dastlabki davrda mavjud bo'ladi. Bu dastlabki davr harbiy idora qilish davri bo'lg'achqa, ularni bir taraf qilish dal vaqtida bir taraf qilishga qulaylik bo'ladi. Hatto bundaq
Yemiyaçılıkta teki devletinin resmi kanun nizamları bekitilip ilan kılınmagaçka uruş devrine has nizamlar boyunca iş becerildi. Yani teşlik devrinde bir neçe yıllık qamakka hüküm kılındıgan cinayetçiler bunda bir devirde qana kılındı. Naq meydanda etip taşınışı mümkün. Bunu biz Bolşeviklarning dastlabki davrlarda meydana kelgan Cheka qirg'inchiliklardan ko'rib olishimiz mumkin. Cheka Bolşevik inqilobining avangardi bo'lib rol o'ynagan Avrora'dan qishliq saroyga tunji to'pni atgan Kronstadt dengizchilaridan 300 mingni bir qatimda qirib tashlagan. Vatanimizga besib kelgan Xitoylarning beshi bo'lgan Wang Junmo askarlariga bir yuzida azodlik armiyaga qarshi chiqqan bir odam uchun shu yüzden 5 erkekni etib tashlashga huquq bergan. Devletlerinin qurilishi ana shunda ochiq to'lg'oq bilan bo'ladi. Dastlabki davrda siyosat keskin, ma'lum darajada rahimsiz, hatto biroz oshirib turdi bo'ladi. Mana shunday keskinlik bilan talashayotgan guruhlardan biri g'olib keldi va davlat qurildi. Davlat jakalangandan keyin xalqaro jamiyat tarafidan e'tirof qilinsa, tashqi mudohala bo'lmagan ahvolda bu davlat yanada ojiz bo'lsa-mu, qaloq bo'lsa-mu mavjud bo'lib turaverdi. Afrikada barliqqa kelgan nurg'un kichik va ojiz davlatlarni, Afg'onistonni buningga misol ko'rsatish mumkin. Uyg'urlarning beceriksizligi, saviyasizligi, bilimli kishilarning yetarli bo'lmasligi bunday ahvolda shu Afrikada barliqqa kelgan İptidai qabileler tarafından barliq keltirgan davlatlarga o'xshash qaloq qilishi mumkin, taraqqiy qilmasligi mumkin. Ammo davlat bir qurilma shaklida oyoqda turaverdi. Qaloqlik uning qutlashmaydi. Kelgusida nashr qilinadigan romanlarimning birida bosh qahramon tilidan berilgan bir misol bor. Devletning puttirab turishi mushu misolga o'xshab ketadi. Men shu misolni deb beray sizlarga. Kelgusida shu kitobdan o'qiysizlar. Bir kinoxonada, bu qishliq kinoxonadayni tomdan atilib seklab qochqani olmaydigan bir kinoxonada ming odam kino ko'rib o'tiribdi. Ishdan bir qurolliq odam kirdida vaqirdi. Qo'lida tapancha bor, bir tapancha. Hamman joyingda ta yoki sani tarafga surib, qaysan chiqish o'rinda ekansan, otaman dedi. Qanday oqibat yuz berdi bu ishda? Tasavvur qilib qo'yinglar. Bir tapanchasi bor odam ishni qamal qilib oldi. Bu yoqda qavlib qolgan 1000 odam bor. 1000 odam bir tapanchilikqa itoat qilishga majbur. Itoat qilmaydi deb qo'yganlar. Tasavvur qilinglar, o'zingni shu kinoxonada qilib qolgan bir odam deb tasavvur qilib qo'yganlar. Itoat qiladi. Nima uchun 1000 odam itoat qiladi bir tapanchaga? Tapancha deganda 7 tal o'qiladi. Üst-üstiga bosgan disklarda yoki mana so'qishda bosgan disklarda 10 qadar o'qilishi mumkin. Biz uni 10 tal o'qib oldayni, jiqroq bo'lsin bu. 10 tal o'qwa, 1000 odam bor. 1000 odamni etib yutib bo'lmaydi u. Shundaqligini shu 1000 odamning hammasi biladi. 10 tal o'qib tugagandan keyin qaga odam kelib uni basma deb mijiqini chiqarib versa bo'ladi qanlanmish. Hammasi biladi buni. Biladi, qarshi chiqolmaydi. Nima uchun? İnson bolasi shaxsiyatchi bo'ladi. U fitratga fitilgan. İnsanning fitratiga fitilgan bu shaxsiyatchilik eng avval o'ladigan 10 odamning birisi bo'lishni xohlamaydi. Saqqaladigan 990 odamning ichida bo'lishni xohlaydi. Har kim shuni xohlaganligi uchun
Bir başlamçı bulmaganlık üçün aş bir tapançıga itaat kılıp boysunudu. Bulmasa 10 cesaretlik adam çıksa yüzünü pida kılıdığan kanda oldu? Oktu geydi. Onun beledine aydıyanıcık okva degen taktırdı mı? O oksadıcı oğa arlıqta onu basmadı oğağını buludu. Müşüne hemmisinin aklı kubul kılıdı, hemmisi bilidu bunçilek işini. Bilip turup karış çıkanmaydı. Hiç kiminin o adamның birisi olgusu yok. İnsan mana bunda olur. Mana bu acizlikten paydalanıp devlet ayakta durdu. Onunla karşı çıkış için qanday buluş gerek oldu? Bir tapançıga itaat kılmaslık karşı çıkış için o adamlar birleşebiligen buluş gerek oldu. Mın adam. O mın adam degen bilen her birisi birden şahıs o. Bir gavda emas o. Gipini hiç bir kılanmaydı o. Hatta tonuş adamlı buluşu mümkün arasında. Başka yerde oltağın bolsa birbirini köyüne atkan buluşu mümkün. Ya ki billotağın şiki tonuş olğan taktırdı mı şikisinin gipini bir kılanmaydı. Korkancılıkta aklı beşidin ufşudu. Onun karşı çıkış için çokum oturdun bir lider peyda oluş gerek. Çakırık küçü var. Sözünden birisi çıkıp ey halayı aranlarda kağın mın adamның salametlik için, sak kılış için, hayat kılış için Allah yolunda yüzünü pida kıla alaydıgan 10 pidayı yok mu aranızda? Apanlarsını erkektep doğmagan mı? Hemmeylimiz bu tapançıga itaat kılımız mı? Eyip emas mı bu? Dep vaqırap birdigan bir küşkürtküç çıkış gerek. İnsanni mana şunda küşkürtke vaqtida, deygeygi sağgan vaqtida, ilhamlandığı vaqtida, endin bu mın adamның içinden 10 pidayı çıkmagan takdirde mi 5 pidayı çıkışı mümkün ve ulun atqıcı olgan arlıqta başka adamlar onun üstüge taşılışı mümkün. Ama bu bir lider. Aş çakırıqның kıyıcı bir liderinin meydanga çıkışı ve onun halkını küşküytüşü qanday oldu? Bir devlette istihbarat organları tarafından halkның arasındaki casuslar arkalık her zaman küzütüp duruldu. İhtimallıqı bolgan öktüç kişilerinin, lider ulaş ihtimali bolgan kişilerinin bütün haddi hareketler küzütülüp durgaçka onu bölüşke de ojuqturdu. Şunlaşka bunda bir çakırık oturup çıkanmaydı. O çıkanmagan iken mın adam tapançıga boysungan okşaş devletdeki puhralarını boysundu. Onun için devlet özünün mevcutluğunu devam kıldı. Bütün alem tartış kanununa okşaş. Devletdeki organlar bir muvazinnet içinde, bir tenkunluk içinde. Birbirinin sürüdün, birbirinin küçüdün, birbirinin hukukudun teptatiş bilen bir tenkunluk saklandı. Devlet aparatıda işleydiganlarning iqtidarsız buluşu, hergizmi devletning munqarz buluşuga sebep bolmaydi. Fakat qalaq qilishig'a, namrat qilishig'a sebep buluşu mumkin. Munqarz buluş, devlet ve milletke baş bolganlardaki teslimçilik, malaylik, qulluq psixikasiga bog'liq. Qalaq, hatta yavayi bir milletmi agar jasoratli olsa, qurban berish ro'yi bo'lsa, devletni barmoqqa keltira oladi. Uni taraqqiy qildirish saviyaga bog'liq. Bu seviye bolsa mustaqil hakimiyetning sayısida astasida barliq keladi. Bugunkidek turmaydi Uyg'urlarni. Chunki devlet xalqni tarbiyalash uchun bir ma'arif sistemasini qurib chiqadi oldi bilan. Bütün ideologiyalik tashkilotlar, ya'ni üst qurilmaning mediasi, matbuot,
matbuot va ma'arif xalqni qaytadan shakllantirish uchun ishlaydigan qurilishlar. Bizning xalqning tadrijiy davlat hokimiyatining soyasida odam qiyg'il bo'ladi. Hozir unamagan bil o vaqtda majbur qiyg'il bo'ladi. Masalan, Turkiyaning dastlabki davrida Turkiya xalqini kostyum burul kiyishga, shlap kiyishga ko'ndirish uchun Atatürk tarafidan qiyofat qonuni degan qonun chiqarilgan. Shaharlarga kirish uchun masalan nimada Ironda Reza Shah Pahlavi davrida shaharlarga kirish eg'izlarida Tehron shahriga saraliklar Tehron shahriga kirishda her kirish eg'izida saqchilar bo'lgan, to'saq qurib kiyim yangi ishlashga majbur bo'lgan, pulga ijara qilib üstüdeki sahra kıyafetlerini, annenevi kıyafetlerini üyeye sep koyup, amanet koyup, üyede kostyum burulkini ariyet elip, kiyip, şehirge kirişke mecbur olan. Gerçi bu intayin külkülük, intayin bimani kılık olan bolsumu, bunun biz şunu göreleyimiz ki, devlet halısı her nesigi mecbur kılalaydı. İnsanını her nesigi kündüreleydi. Bu akılını onundan xulaslayalıyız. Demek kanun arkalı insanlarını her nesige köndürüş mümkün. Zorluğu çıkışı olgalığı için. Bunun ensireşten acıtı yok. Bu seviyesizlikimizden ensireşten acıtı yok. Bu devletin hakimiyeti sayesinde. Üstü kurulmanın barlık maşinaları kurallarını adam kılış için işleydi. Fakatla. Bizge bilinmeydi o ama asta insanlar şekillendirildi devletler tarafından. Şunu bunun ensireşten acıtı yok. Bunun için bayaşat kul bulmayman. Bayaşat kul bulmayman ki namrat olsam mı hır yaşsam boldu deydiğen iradı lazım. Yana bir taraftan su üzüş arkalık ügünüş degende devlet başkuruş jarayonida takım yaxshi mümkün olur. Şu devlet bolsun, bana men başkura alayman. Bir puanım etip biteyim. Endi bir latif sözlep bersem, bu latifinin bir az taptan çıkan tarafları olsa meni kechiringlar, ama bu latifini dep bersem bolmaydigandek kılıp. Nima uchun deyim bunu? Xitay yeznillerinin peşinden ayrılanmaydigan malaylarning, Xitaydan ayrılmay turib milletni qutqizmoqchi bo'layotgan yalaqchilarning, munofiqlarning sifatlariga intayin mos keladiganligidan bir rus latifi so'zlab beraman. Latif shundoq. U mos keladi deganimda bu latifidagi bir erkeklar var. Bu erkekler bizning mush erkeklarga aynan o'xshaydi. Latif shunda. Rossiyada bir ekspeditsiya atirti qurilib 15 ayol, 15 dan tarkib topgan bir ekspeditsiya atirti qurilib bu atrat Siberiyaning ichkirilariga tekshirish, tadqiq qilish uchun atlanibdi. Bular bekrak shimolga yondab ketganlik uchun texmi sovuq bo'libdi. Qor shivirgan. Bir kunisi bek qattiq bir shivirgan bo'lib, ko'z ochishim mumkin bo'lmay qolibdi-da. Shu yerdan birisi bulardan bir tog'ning qopbilida bir qora nuqtani bayqaptı-da. Normalde bunda qara nuqta, uzoqdan qara nuqta bo'lib ko'ringan narsalar bir g'arning og'zi bo'lishi mumkin-da. U hamrohlarga debdi,
Gapni mangligini olmaydi. Ağzını kulakı yakıp durup demese. O koytuvatkan, şıvırgan, uçuvatkan kar. İjadi bir garva dek durdu, şunu kırvasak dep deyişipti de. Şäden bular akçılap, yançılap meňişip boranğa karşı elki näsige ýakyn kelse hakykatan bir gar eken bu. Garnyň içi kiribapdy. Bu hel keňir gar eken. Bular hoşulap endi şıgırgan toktuk üçin şäde. Bu keňir eken bunyň içinde otgalap bir demdemelip ýep içip oturdy ekenmiz diýişip otdasa garnyň agzyndan çykyp turgan ýorugluk tosulap birden tosulap da bir gevde kirip kepti de o gevdinin egizden çykyp turgan nur arkaly bu tarapky bilingen saýysla bunun bir Sibiriya eýiqi ekenligini paraz kılışanç täsi ummapdy bulara. Şu bu kokap jin çykaýyl dep gapdy da. O egizden ba işkirrek kirgenden kin ýa-ni gaýtadan ýuruk çykdy. Garasak hakykatan bir eýik. Bu eýik sözleýärlerden eýik eken. Depdi ki adamlarni köýgenden kin. Sizler bu ýerde ekensizler. Bu tas ýakşy boldy bu. Ýakynda men Häbisiňlarnyň owçularyndan birisi meniň murabbim eýik nisany etip öldürüp etken men ýalgyz galgandym. Hem ýalgyzlykymga hem bu şıvırganda okulamen dep işime girişemmeý balakşydygan bu äwarçylykymga karşı hem uzukkum erişipdim men. Ýakşy bolapdy. Diýendiken bu adamlar bu sözleýärlerden eýik bolgandyken bu biz ýakşy gep kılıp bundan kutulup gidemiz dep otdasa eýik siýasetini jökelapdy. Emde bügendin başlap depdiki aýallaryňlarny her günü birden ýeýmen. Erleriňlarny hoton kılamen. Depdi-de. Bu erlimi, aýallimy bir-biriga karşyplyk gapdy bu. Eýik çukum ezip ketdi dep oýlapdy-da. Çukum bu gepden ezip ketdi juma. Diýişipdi, ama aýally sebir kılanmaý. Karsa erler sak kılawatydy-da. Uzun hoton kılgan bilen sak kalady. Yani ar nomusy bedelige hayat kaladylar. Ama aýallyny ýeýdi o. Bunun uçudaş mümkün mü? Şöyle ayağlı pişini kıp gitip vatır. O eýik janaka bu siz gepden ezip ketdiňiz mi? Kanda oldu bu? Biz turgan ýerde. Bizni hoton kılıp erlerni ýysyňizdy guruldy demesmi? Onda öktü kıp. Şu an erler çydap bulanmay. Şükürşe vatvatla. Şükürşe. Eýikçi hakam özü biledi kanda kılışyny. Agasan akly etmişman öktüp gitişmi saňmy? Depdiki. Mana şu erler okşaýdy bizning. Mao Xitaydan ayrılmay milletni kutguzmakçı bolatgan ýalakçylar. Yani ornumus bedelige hayat kalmakçı. Eğer bizning halykda ornumusun bilen yaşap bilemen unda yalakçılık kılıp yaşaşynyň ajdy ýok, unda hayatynyň kiriki ýok diýdigan irada bolmasa, hakykatda mı? Döwlet kuranmaýmyz. Garyndaşlar rahmet. Hemmeňlarnyň işleriga muwaffakyýet dileýmen. Keyinki gatym köreşikçe